Hozir kabishda yuradigan akalar nima ish qiladi? Pulni qatdan qattiq ko'radi, o'shani so'rab olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? 5 olib qo'ying. Turishingiz nech pul aka? Turishimni nima qilasizlar? Yo'q, siz turishingiz emas, kiyim kechangiz, kiyim kecha shunaqa deydi. Kiyim kecha endi где-то bir $50 atrofida bo'lsa kerak menimchamiz. Ko'yning ham shu bir $100 atrofida bo'ladi. Shim bilan oyoq kiyim bu tik emas. Chetga chiqqanimizda bir shopping qilganmiz. O'shanda bir где-то shim 300, oyoq kiyim ham shu atrofida 200-250 atrof. O, zo'r. Oka, kabish. Endi kabishni ko'pchilik bilsa kerak, axir u 45 ming atrofida. 45 ming. O'zi nima ish qilasiz aka? Xo'p, biza patologiya sistemada ishlab chiqaramiz. Patologiya brendining asoschisiman. Grelata, Armstrong, mana high-technic low stilda ishlab chiqariladigan grelata, reyshning Armstrong patologlarni ishlab chiqaramiz. Hozir yengillik qilib art panelli, valnistli reyshnilar, fasadli panelli ishlab chiqaryapmiz. O, zo'r aka, omadingiz bersin. Aka, shu sanab o'tgan narsalaringizni umumiy narxi qancha bo'ladi? Telefon qilaversa, o'zim podrobniy tushuntirib beraman, xudo xolis.